Bugungi videorolikimizda mana shu orqada turgan 18 ta YouTuber savol-javob o'yinida bellashishadi. Ular har bir savol-javobda to'g'ri javobni tanlagandan so'ng keyingi bo'limga o'tish uchun parkurlardan o'tishlari kerak. Mana shunday qiziqarli videoroliklar ko'proq chiqishini xohlasanglar kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Bo'lib bu yoqqa keldi. Xullas o'zi qaranglar, Minecraftda bacon, ya'ni mayoqni maksimal darajada yoqish uchun 244 ta blok ketadimi? Xo'sh, bu ham ajoyib, hamma o'z javobiga o'tyapti. Yo'q variantni tanlaganlar ham bor, har javobda ham. Bu yoqda 3 kishi, bu yoqda esa qolgan 15 kishi do'stlar. Xo'sh, bizda Naruto, Raider hamda Esromin yo'q javobni tanladilar va ular endi taqdiri nima bo'lishini hozir birgalikda ko'ramiz do'stlar. Ana ular eshikni ochyapti va chiqishyapti. Afsuski ular noto'g'ri javobni tanladi va ular endi pastga o'zlarini tashlab o'lishlari kerak. Do'stlar, hozir bizda o'sha YouTuberlar ikkinchi bo'limga o'tish uchun parkurlardan o'tishadi. Xo'sh, bu yerda ham qancha YouTuber tushib ketadimi yoki yo'q, buni hozir bilib olamiz. Qani ular sekin-sekin chiqishyapti. O, yaxshi, hammasi birin-ketin o'tdi. O, Redrock birinchidan Frost tushib ketdi do'stlar. Uni ketidan Banan Minecraft ham tushib ketdi. Yaxshi, Ruby qoldi va ular ham o'tdi do'stlar. Juda ham ajoyib. Do'stlar, e'tibor beringlar, bizning serverda vaqt juda ham tez o'tadi. O'shaning uchun ba'zida kun, ba'zida tun bo'lib qolyapti. Xo'sh bolalar, bizda keyingi savol: Minecraftda yer dumaloqmi yoki tekis? Hamma o'z variantini tanlasin. Xo'sh, bizda o'sha YouTuberlar o'z variantlarini tanlashyapti. Yaxshi. Xo'p, ko'pchilik yo'q o'tdi, lekin haga o'tganlar ham yo'q emas. Yasiko ham haga o'tdilar. Xo'p, yaxshi. Do'stlar, bizda 5 ta YouTuber ha javobda qolganlar esa yo'q javobda qolishdi. Wow, Sumarblade, Yasiko, Bugs, Ruby, afsuski bular yutkazishdi do'stlar, chunki Minecraftda yeri doim tekis bo'lib kelgan. Do'stlar, bizning keyingi videorolikimiz mana bunga o'xshagan YouTuberlar hamda obunachilar o'rtasida quruvchilar jangi videosi bo'ladi va buning uchun men obunachilarni Telegram kanalimdan tanlab olaman. Agar sizlar ham videoga qatnashmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Albatta maslahat beraman. Do'stlar, hozir YouTuberlar qolib bo'lgan YouTuberlar parkurdan o'tishadi. Bu safargi parkur sal qiyinroq bo'ladi, lekin men ishonaman ularga hammasi o'ta oladi do'stlar. Xo'p, bu parkurlarimiz sal-pal oldingizdan orasicha uzoqroq bo'ladi, shuning uchun biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Xo'sh, YouTuberlarimiz ham kirib kelishyapti. Redrock janoblari Hacker birinchilardan bo'lib o'tib ketdi. Juda ham ajoyib do'stlar. Qolgan YouTuberlar ham sekin-sekin o'tishyapti. Xo'sh, Deezer oxirgi marta o'tdi, lekin tezda o'tib ketib qoldi. Prismarine hamda ular ham o'tib ketdi do'stlar. Xo'sh, bolalar, qaranglar, Minecraftda junglida uchraydigan piramidada, ya'ni temple, xullas shunday joyda biz bilgan sandiqdan tashqari yana yashirin sandig'i bo'ladimi? Xo'sh, bizda YouTuberlar sekin-sekin o'z javoblarini tanlashyapti. Xo'p, 2 ta YouTuberimiz tanlab oldi, qolganlarchi 3 tasi tanlab oldi, 4 tasi, 5 tasi, 6 tasi tanlab bo'ldi. Prismarine hamda Artifact qolib ketdilar. Sizlarcha o'z javobingizni tanlaylar. Prismarine yo'q javobiga ketyapti. Yo'q, ular haga o'tishni qaror qildilar shekilli. Yo'qqa qaytyaptilar. Yaxshi, yo'q, haga o'tyaptilar. Yo'q, yana yo'q javobiga va ular yo'q javobda qoldilar do'stlar. Yo'q javobda 3 kishi, naryoqda esa 5 kishi qoldi. Ming afsuski bular ha javobini tanladi va ular g'olib bo'lishdi do'stlar. Bizda 5 ta YouTuberimiz g'olib bo'ldi. Bular Polo, Redrock, Hacker, Artifact va Deezer hisoblanadi. Sizlarning kelasi ijodlaringizga ham omad tilaymiz. Videoga tushib bergan hammaga kattakon rahmat.